deb o'tganimizdek hozir mesela Trump 20 yanvar vazifəyə oturup tek bir ayımı bo'lmadi yani aqıdan nurgun işlab ketdi. Onun sözleri hammasi dünya gün tərtibində hamdi. Aldı bilen biz Gazze meselesini tiki bilgen dünya gün tərtibində aytı bulup Müslümanlar qattiq narazı bulup atqan meseleге to'xtalishdan burun özümüzden Xitoyga qo'ygan meselenge mayli TikTok meselesi tiki onu kechiktirish meselesi bo'lsin, Xitoyga qo'ygan boj meselesinde saylan mezgilde men 60%'den yukarı 65%gacha baş qo'yman u bu degan Trump 10% baş qo'ydi hamda qo'shimcha baş. Yani Xitoyga qarshi qo'yayotgan Marco Rubio'ning tashqi ishlar ministrimi vazifəyə o'ltiriblam atisdan boshlab davlat ittifoqini bilan ko'rishib Xitoyga qarshi hatto Wang Yi bilan telefonda ko'rishgan vaqtida butunlay Amerika manfaatlarini buningdagi siyosatning shunday bo'lganligini bildirgan nimalar bor hamdi. Bilgan vazifəyə o'ltirib hozirgacha Xitoy qilayotgan siyosatlarni qanday qaraysiz? Kuchlik bence Trump'nınki Xitoy siyaseti başlamadı deb o'ylayman. Tabii Trump'ni hemen düşünülüş kıyın, biraz kıyın. Çünkü o kaçan, qaysi vaqtda qayerda nima ish qilganini ko'rishmek ta'sin. Çünkü o bizningki uyg'unib qolgan bir siyosiy engiga va mantiqiga tushmaydigan bir uslub bilan ish qilyapti. Ve sizmi degandek dünyani hayron qolg'izyapti. Bu hayronlik devam bo'lyapti. Xo'sh. Bence bu Trump'nınki bir nişanını ochiq belgili oldu. Yani Amerika'nı ulug' haliga ekilish, Amerika'nı dünyanınki en kudretli devlet haliga ekilish. Xo'sh. Çünkü Amerika burun qarg'anchada ajizlidi deydi. Amerika'nın işlep çıkarış gücü chet elga Xitoylarga ketdi deydi. Ve chet eldagilar Amerika'nı sömürüp, Amerika'nı yutib boy bo'lib oldi deydi. Shuningga bu Amerika'ni ziyon tatqizadigan hech bir ishni qilg'izmayman deydi. Ama bazıya kelgan chog'da biraz esnek, yani biraz oynab turib qilyapti. Misoliga bir vaqtlarda Xitoyga %60 baş qo'yman dedi. Keyin ondan keyin bu %10'ga tushib qoldi. Xo'sh. Keyin belki bazı yani bu jidal chiqib qolsa belki bu %10'u %20 qilib yani yükseltish mümkün. Ama qolganlariga %20 necha baş qo'yib Xitoyga anda töven qo'yishi xalqlarning texmi hayron qoldi. Ma bu TikTok meselesi mi şunda? Yani tabii TikTok'un ki bazı sebepler var. Mesela bu pulga yani kıymetli to'xtaydigan bir TikTokçu bu. Eğer de Amerika bununki pay çekinin %50'ni yoki 51'ni ilvasa Amerika kontrol ostiga oladi ve Xitoyning bu Amerika xalqininki shaxsiy ma'lumotlarga ega bo'lishining yo'lini to'sgan bo'ladi. Hem de bunda tayyor bir qimmatli malnoma Amerika o'zi setib elvagan bo'ladi. Bununla bir mezgil vaqt berdi. Bu vaqtning ichida belki şu Amerika'nın çoğun baylardan biri yoki nechisi bölüşüp TikTok'ni setilishga tirishidi deb o'ylayman. Shuningga hozir qaragan chog'da TikTok'ga ba'zi ruxsat berishi xuddi Xitoyga yaqinlashgandek ko'rinyapti. Shuningga Xitoyga qarta siyoset keng bo'ladi deganim mushu. Yani bugünkü Ukrayna meselesine, bu Gazze meselesine bazı meselelerini hal kılıp durup, onundaki bütün gücünü yığıp Xitoyga qartılıdı deb o'ylayman. Çünkü meyli Trump'nınki birinci qitim mushu prezident bo'lgan vaqtidagi bu Milli Xavfsizlik Strateji hüccetinde olsun Trump hakimiyetinde yazıldı. Ve Trump hakimiyetinden keyin Joe Biden hakimiyeti vaqtida mı bu Milli Xavfsizlik Strateji hüccetinde olsun
Xitayning Amerikaga birdan-bir meydan o'qiyalaydigan, Amerikaning manfaatiga ziyon beralaydigan, Amerikaning shu hokimiyat tarkibi, hokimiyat ideyasini yo'qotalaydigan devlet deb ko'rgan. Yani buni üşürün devlet, yani potansiyel bir devlet deb ko'rdi. Yani bundan başka şu taktikni salalaydigan devlet yok. Undaqda bu Xitayni bir taraf qilish lazım. Ama hazır dünyanın nurgun yerlerde cideller var. Bu cidellerini bir taraf qilishga tirishyotir. Amerikanın menfaatini qo'g'dayman deb nurgun Yavrupa bo'lsin, o'zininki qo'shni devletler bo'lsin. Bularga ba'zi bajlarni qo'yyapti-da. Xo'sh. Yani Amerika eğer de kelgüsünde Xitayga taqabul turman deydigan bo'lsa, çoxum Amerikanın yüzü güçlük buluş lazım. Hem cemiyetinin içi inak güçü buluş lazım, hem de iktisat güçü buluş lazım. Bu iktisat güçü ile teknoloji güçü ile harbiy güçü degandek bu bir zincirsimal bir güçlük buluşu. Yani bu güçke, bu kudretke ega bo'lmagan taqdirda Xitoyga taqabul turish, Xitoyni tankash tutish, yani taqabul, yani ishtirib turish, Xitoyni qo'rqitib turish, Xitoyni chekindirish kuchi yetmaydi. Yoki uchinchi bir shakl bo'lsa, Xitoy bilan jang bo'lib qolgan taqdirda Xitoyni aran tutib oldi, ama aran tutib olishga sen ko'proq ziyon tortding degan gap, yani yerim jon kaldın degan gap. Şunuga bu Amerikanınki o'yi abayqi bütün kudretliklerini qilib bilib, Xitoyni tizgin qilish. Men bunchalik kuchlim bor, gapimga kir deb. Agarda bu gapga kirmay qolsa, u vaqtida unda bo'lsa, bir jang bo'lsa, biz jangga kiramiz deb Amerika, undan keyin Osiyo Tinch okeanidagi sherik devletlarni yig'idi. Ama bu keng kerak bir ahvol deb o'ylayman. Chunki misolga Tayvanni deylik. Amerika hozirgi Trump Tayvanni qo'rqityapti. Biz sizlarni qo'g'dayapmiz, o qo'g'dash pulini chiqmay olsa deydi. Hem de bu hozirgi texnologiyaninki mahsuloti bo'lgan chip bor. O chipning %90'ni sizlar kontrol qilib oldinglar. Amerikada bu bir mahsulotni bir adam, bir şirket monopol qilib bo'lmaydi-ku. Eğer de shunda bir ahvol ko'rinib qolsa, o şirketni parchalashga tirishadi. Bo'ladi-ku. Shuninga bu Tayvanning chip ishlab chiqarishda %90'ni kontrol qilib olgan bo'lsa, bu to'g'ri emas. Bu Amerikaga ziyon beradi deb besim ishlatgandan keyin nurg'un odamlar manda davolatdi. Qara, Trump Tayvanni qo'g'damaydi dedi. Tayvanni shu Xitoyga tutqizib berilgan bo'ldi. Mana hozir Ukrainani Ruslarga tutib berdi. Ana bu G'azani Isroil tutqizib berdi. Degandek Tayvan mashta oldu deb hozir Tayvanda g'ulg'ullar bek ko'p chiqyapti. Hozir Tayvan qo'pib shu bizningki harbiy xamchurtini GDP'nin %3'ga chiqaraylik deb bugunlarda qaror oldi. Trump tabii ki şu başka garip devletlerde mi talep kılıyordu, NATO devletlerde mi talep kılıyordu. Bunun %3'te hazır %5'te isililiyordu. Yani bütün bu kılmakçı boğan işlerinin maksati kudretlik bir Amerika'nı yaratish. Ve bu kudretlik bir Amerika ahirde birib Xitoyni tizgin qilish. Men hozirgi ma'lumotlarga ko'rganlarim bilan mana bir xulosa chiqaryapman. Shuningga Amerikaning kudretlik bir devlet haliga kelgicha Trump'ninki siyosati do'stlarga, sherik devletler, yani ittifoqdosh devletlarga ziyon beradigan bir ishlarni qilish mumkin. Belki düşman devletler bilan belki vaqtincha bir hamkorlikqa kirishimi mumkin. Ama ahirda berib Amerika bütün kuchlarini yig'ib Xitoyga qartiladi deb o'ylayman. Ama qachon?
Qaysi vaqt. Gelmiş Yani adam Trump bu da 4 yıllık prezident bolamdı yoki qonunni o'zgartiramdi. Misalga devamlı buluş için. Hoş. Devamlı buluş için çık oyunlar, dünyada çık oyunlar var. Xitay mı şunda, Rusya mı şunda. Yani Trump mı hazırki küçü bile onu özgertirlemdi bilmeymem de. Çünkü kongre eğer de bu işe ruhsat vermeyen takdirde ki bunu kollaydıgan vekiller köp olmayan takdirde bunu kılış asan mı? Yok ben bu nimeni tanımayman, bu vekillerini tanımayman ben hazır üzem bilip kılman dep hazır mı şu bazı narsalarni şu meclisten ötkazmayla özünün hakimiyet dairesi içinde bunu ilip yürüyordu şu bazı işlerini. Hoş. Şunun ertesi nim buldu bilmeyem de. Şununla tözünün içinde Amerika'nın kudretli devlet kılıp onun dikine Xitay'ını bir taraf kılış vakti yetemdi o yetmemdi bir yerde biraz gumanım vardı. Ama bunun dinkin kaysi parti tutudu o parti bunun dinkin kaysi siyasetini tutudu o mu bir nime mücmel bir ahval çünkü hazır cihan bozulmadı. Bozulgandikin özgürüdür. Yani 4 yıl 5 yıldankin nurgun nesler özgürüp gidiyor. Bizimki yıllardır ügünüp gelgen mesela halkara münasebet dersi deyimiz, halkara münasebet nezriyesi deyimiz, halkara siyaset, halkara ticaret, halkara kanun, halkara iktisat degen bu hukumlar belki özgürüş mümkün. Şunga bu 4-5 yıldan keyin kim kelip kim qanday iş kılıdı onu peraz kılmak biraz kıyın buluvadıdı. Şununla biz hazır iyi boğan aşı malumatlarga tayinip durup bu mölçerleşke tirişvatımızda şu.